Hech o'ylab ko'rganmisiz, birgina ilova orqali dunyodagi eng kuchli hakkerlardan ham, firibgarlardan ham, mashinaniklardan ham himoyalaydigan ilova borligi haqida. O'rtoqlar, oxirgi paytlarda ko'p guvoh bo'lyapmiz. Yaqin qarindoshlarimiz, yaqin insonlarimiz nomidan oxiri APK bilan tugaydigan papkalar yuborilishi hamda u papkalarni telefonimizga o'rnatirish natijasida kartalarimizdan pullar o'g'irlanishi yoki shaxsiy ma'lumotlarimiz o'zlashtirish holatlari ko'p uchrayapti. Endi esa bunga cheklov qo'yish vaqti keldi. Ichki ishlar vazirligi kiberxavfsizlik markazi tomonidan ishlab chiqilgan SamCyber 102 ilovasi sizga bu imkoniyatni beradi. Ya'ni bu ilova sizning telefoningizdagi xavfli ilovalarni aniqlaydi hamda sizga ko'rsatib beradi va siz bemalol ilovalarni o'chirib tashlasangiz bo'ladi. Bu ilovani Play Marketdan yuklab olib, ilovaga kirib, asosiy ekran pastroqqa tushsangiz, ilovalarni tekshirish knopkasi bor. Aynan shu knopkani bosish orqali siz telefoningizga o'rnatilgan barcha ilovalarni xavfli yoki xavfsiz ekanligini tekshirib olsangiz bo'ladi. Ilova rasmiy tashkilotning rasmiy ilovasi hisoblanadi. Shuning uchun bemalol foydalanib, telefoningizdagi xavfli ilovalarni o'chirib tashlasangiz bo'ladi. Bu videoni yaqinlaringizga ham ulashib, ularning ham moliyaviy xavfsizligiga o'z hissangizni qo'shgan bo'lasiz. Bank faoliyatlariga doir yana ham ko'proq foydali ma'lumotlar uchun kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.